Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yana bir qatam Xitoy hukumatini keskin tanqidlab, ularning Uyg'urlardagi barliq diniy e'tiqod erkinligini cheklaganligini, shuningdek millionlarcha Uyg'urni lagerga qamaganligini, natsistlarning ayni vaqtda yahudilarni qirg'in qilganligiga o'xshash qilmish dedi. U bu so'zni 14-dekabrda o'tkazilgan Uyg'on Amerika temisidagi televiziya ziyoratida qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining millionlarcha Uyg'urni lagerga qamashi elib kelgan ijtimoiy vayronchilikni 1930-yillardan buyon dunyo ko'rib boqmaganligini alohida ta'kidlagan. In China, which is devastatingly bad, they're treating a million Uyghur Muslims in ways that are just absolutely devastating, things we haven't seen since Germany in the 1930s. So we've worked hard on religious freedom. Shuningdek, Xitoy hukumatining virusni bahona qilib, Uyg'urlardagi diniy e'tiqod ziyonkashligini yuqori pallaga chiqarganligini yana bir qatam eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlar masalasida Xitoy hukumatini izchil va eng keskin iboralar bilan tanqidlab kelgan eng yuqori darajadagi hukumat amaldorlarining biri bo'lib, uning tanqidlari xalqarodagi Uyg'urlarni qo'llash chaqiriqining zo'r ta'sir qo'zg'ashiga sabab bo'lmoqda ekan.